Voy, ko'p chayitmasin, sipirgin ham ketyapti. Bo'ldi opa, bo'ldi, gap yo'q. Azimlar o'rtada yashasa yo'qmi? Shunday qilib. Yo'q, o'rtam tushasi yo'q, nega so'rayapsiz teshik? Bilasizlar, men uni ko'nglim bor. Nega unday galashmasa, Ravshan bilan galashyapsiz? Sabab nimada? Men Azizni sinash uchun galashyapman, Ravshan bilan shunchaki emas. Aziz ko'ngilni sindirib qo'ymaysiz misozda. Mayli, o'zi bilasiz. Sen bilan gapir Jala bitta gapirmas. deb Azizga ayt, senga ko'ngil bermasin. Mayli, unda bugun aytaman. Yulduz, yaxshi keldingizmi? Nima gapingiz bor edi? Sizdan muhim gapim bor. Nima gap ekan? Devir umman siz bilan gaplashmas ekan, umman 1 gramm ham jansi, sizga kuni yo'qmi? Yo'q, o'zi boshidan ko'nglim sezganday bo'luvdi. Nima ham deymiz? Sevgini ko'zi ko'r ekanda. Endi nima qilmoqchisiz? Bilmadim. Endi ko'nglimni kimga ishonishni ham bilmay qoldim. Xohlasangiz, menda zo'r taklif bor. Tushunmadim. Undan ko'ra men gaplashmas, o'z baxtli qilaman. Fucking deadbeat that should never say more life. Meet the Sevgan insonlar yashagan qayoqda, sevgan insonlar yashagan qayoqda. Yo, sevgi menga emas ekan. Endi tushundimmi?